Start taksi haydovchilari uchun maxsus aksiyani e'lon qilamiz. Endilikda haydovchilar 1-maydan 15-may kunlari oralig'ida 3 xil bonusni qo'lga kiritishlari mumkin. Ushbu 3 xil bonusni qanday yutib olish hamda uning shartlari haqida to'liq ma'lumot beraman. Birinchi bonus belgilangan aksiya davomida, ya'ni 1-maydan 15-may kunlari oralig'ida 400 ta buyurtma bajargan 10 ta haydovchiga Start taksi tomonidan 200 ming so'mdan pul mukofoti beriladi. Ikkinchi bonus buyurtmalarni bekor qilish bo'yicha eng yaxshi ko'rsatkich, ya'ni ushbu 15 kun davomida eng kam buyurtmalarni bekor qilgan 10 nafar haydovchiga ham Start taksi tomonidan 200 ming so'm pul mukofoti beriladi. Ushbu ikki bonus har 15 kunda o'ynaladi hamda bir haydovchi kerak bo'lsa 1 oyda 2 marta ushbu bonuslarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Uchinchi bonus 1-maydan 30-maygacha 900 ta buyurtma bajargan har bir haydovchiga 50% chegirma asosida litsenziyalari rasmiylashtirib beriladi. Haydovchilar uchun eng zo'r tomoni belgilangan muddat ichida bir haydovchi kerak bo'lsa 3 ta bonusni ham qo'lga kiritishi mumkin. Shuning uchun